Aktrisa Halima Ibragimovaning eri kimga uylandi? Azizlar, videoni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolik boshqalaridan tubdan farq qiladi. 7 dekabr kuni komik aktrisa Halima Ibragimova vafot etganiga 1 yil to'ldi. Shu munosabat bilan opa-singillari uning hovlisida ehson dasturxoni yozdi. Yaqin do'stlari va qarindoshlari yig'ilib marhumaning haqqiga duo qilishdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Instagramdagi sahifasida jonli efirga chiqib, komik aktrisa Halima Ibragimovaning o'lim sababi haqida gapirib o'tgan edi. Unda grija bo'lgan edi. Yo grijani oldirish kerak edi yoki tana vaznini yengillashtirish kerak edi. Shuning uchun oshqozonni kestirish amaliyotini qildiribdi. Menga ham bildirmay yo'q bo'lib qoldi. Xavotirlanib qo'ng'iroq qildim. Opa, operatsiya qildirgandim, joyi yiringlab ketibdi dedi. Operatsiya boshqatdan qilinganda teri yetmay qolibdi. 20 ga 50 joyi ochiq turgan, o'sha joy yiringlagan. U ham bu ham emas, umri shu joygacha ekan. Biz shunday bo'lishini bir hafta oldin bilgandik, tayyor bo'lib turgandik. Bugun o'sha joyi tikilishi kerak edi. Kamiga qondagi qand miqdori ham 30 ga ko'tarilib ketibdi. Qon bosimi ham juda baland edi. Ustiga ustak donor ham topilmagan, deydi Yulduz Usmonova. Shuningdek, Halima Ibragimova Yulduz Usmonovadan umra safariga olib borishini so'ragan. Oxirgi paytda 5 vaqt namoz o'qigan haqida ham gapirib o'tgan. Yoshligidan shafqatsiz olamda voyaga yetdi u. Ota-onasidan erta yetim qolgandi. Chumchuq qush, shikasta qalb sohibasi, ta'sirchan, tezda yig'lab yuboradigan qiz edi. Namozga egilib qolganda, umralarni niyat qilgandi. Birinchi operatsiya qilinganda ham bir komaga tushib qayta chiqqandi. O'shanda reanimatsiyada yotgandi. Reanimatsiyada 3 kishi yotdik. O'shanda yotganimda bitta katta odam keldi. U meni olib ketgani keldi deb o'yladim. Ertalab yonimda yotgan ayol vafot etganini eshitdim deb yig'lab aytib bergandi. Xullas, o'lim yaqinligini ko'ngli sezgan, ayon bergan. Ertadan keyin safarga ketaman, unga ham umra badal qilaman, deydi Yulduz Usmonova. Halima Ibragimova yetimlikda ulg'ayib, juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. U intervyularida farzandlarni qabristonga ko'p olib borishi, o'lim haqligini his qilish haqida gapirgan. O'lim haq, har birimiz bir kun bu dunyoni tark etamiz. Faqat Yaratgandan erta jonimni olma deb so'rayman. Qariganda nabiralar boqishni, ularga mehr berishni istayman, deganda marhuma so'nggi intervyusida. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.